İzdeş. Hello ben. Toku toşkan 48. Tutları 108. Toşkan netçe, toku netçe. Dine. Diyemeydi. Tanımı arkalık yeşiki buludu. Şuna 42 tohu 6 toşkan var. Nimenesi bu? İzdeşme hava. Muşta sual sorsan diyelim da. Nimini kılanmaydı deyse. İşte mürekkep hesaplanım kılalım da. İyişi doğa. Ekile. Mening hayatım bir tügün men bana dep bakay izdeş. Bilemma. Men bir münasebet sözleyme sana. Sen en ahir cevap ver degan cevap ver. Jim angla Men yaqinda men üzemden 20 yaş cho'ng birisi bilan to'y qildim. Bo'ldi. Chin muhabbet bo'lsa, yosh farqi degan gap emas o. Bu ayolimning bir qizi bor, 32 yosh. Endi yaqinda mening dadam bu ayolimning qizi bilan to'y qildi. Bu munosabat bek qalaymi qilishib ketdi. Hozir men bilan dadam ikkimizni qanday chaqirishimizni bilishib bilmayapmiz hozir. Mening dadam mening kuyovim bo'lib qoldi. Mening xotinim mening dadamdan qiynisi bo'lib qoldi. Men bilan dadam qudvat bo'lib qoldik. Burun mana hayit bayramlar bo'lgan shu olsan, men xotinimni olib dadamning uyiga bordim. Yo'qlig'ilar. Hozir dadam xotinini olib bizning uyga yo'qlig'i keldi. Yaqin taqma dadamning ayoli bijbal tug'di. Ma bala hozir mening dadi bir ana boshqa inim. Uning keyin mening ayolim yana bir bola tug'di. Bu bola hozir mening dadamning kichik tog'isi. Men dadamning bolasining cho'ngdadi sulab qoldim hozir. En ahirki sualim bu, yeshendigan sirmi? İzlashsam javob beradigan sualim shu. Ma kichik bola mening uskammi yoki nevrammi? Qarg'ani buni izlashmi javob bermayman. Xo'sh, hozir